Tanadagi qorayishlar nima sababdan kelib chiqadi? Biz ahamiyat bersak, hozir ko'pchilikda qo'ltiq ostida, intim zonada, tirsakda, tizzada qorayishlar juda ham ko'p uchrayapti. Ko'pchilik e'tibor bermaydi bunga, yopib turadi-ku, nima kiyimda ko'rinmaydi-ku deb o'ylashadi, lekin estetik jihatdan juda ham bu noqulayliklar tug'diradi. Qayerdan kelib chiqadi? Buni sababi gormonal o'zgarishlar yoki mexanik ta'sirida, bu travmani ta'sirida tanada qorayishlar paydo bo'lishi. Masalan, intim zonada yoki qo'ltiq ostida epilyatsiyaga borishadi ko'p qizlarimiz. Ahamiyat bersanglar, shundan keyin qorayish bu terini kuyish natijasida paydo bo'ladi. Tirsakda, tizzada paydo bo'lishi bu gormonal faoliyatni o'zgarishi hisobiga yoki ishqalanish natijasida paydo bo'ladi. Ko'p kosmetologlar bilar bilmasdan piling qilishyapti va CO2 lazerda intim zonani qorayishini ketkazaman deb shu usullardan foydalanishyapti, lekin bu juda ham noto'g'ri. Buni faqatgina inyektsion, ya'ni inyeksiya yordamida bu zonadagi qorayishlarni ketkazish mumkin. Agarda sizlarda ham shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, men tavsiya qilmayman. Pilinglarni, kuchli pilinglar, terini ko'chiradigan pilinglar va CO2 lazerlarni qilishlarni umuman tavsiya qilmayman. Bu ham bitta mexanicheskiy tanaga, o'sha teriga bu travma hisoblanadi, ya'ni dog' yana ham kuchayib ketadi. Bu meni praktikamda juda ham uchragan. Menga kelayotgan patsientlar shu muammo bilan ko'p murojaat qilishgan. Agarda sizlarda ham shunaqa muammo kuzatilayotgan bo'lsa, albatta direktdan murojaat qiling va sizga yordam beraman.